Assalamualaikum, hurmatli No'qat qarshi kanal qatnashchilari. Baringizlarga No'qat shahridan jonli salom aytmoqchimiz. O'shaning birga bizga demirchi bo'lgan No'qat rayoniga qarashli kompaniya bankning yigitlarine tereң razılık bildiramiz. Baringizlarning bugungi juma bayramingizlarni qutluymiz. O'zimning atimdan jon No'qat qarshi kanal atidan ko'pchiliklar so'rov bo'yicha rubl tortmay qo'ying dedi. Hozir rubllar tortamiz. Rubl, dollar, euro. Bizga alsavay like bas komentar yozib qo'yinglar. O'sha bizga ko'rishib podpiska bo'lib ketingizlar. Ketdik anda. Baringizlarni No'qat shahridan jonli salom aytmoqchiman. Hurmatli jamoat, birinchilar keldik. Biz mana Baychun bankka keldik. Baychun bankda 87.30 tiyin dollar, 90 so'm 50 tiyin euro, 0.87 ekan. Bu yerda rubl. Hurmatli do'stlar, qarangizlar. Baychun bankda. Qirg'iziston bankda da shunday ekan. 87 so'm 30 tiyin dollar, 90 so'm 50 tiyin euro. Bu yerda da 0.87 ekan. Rubl Qirg'iziston bankda. Do'st Birja bankda da shunday 87 so'm 30 tiyin dollar, 90 so'm 90 tiyin euro. Bu yerda da 0.87 ekan. Hurmatli rubl. Aziya bankda da shunday ekan. Hurmatli 87 so'm 30 tiyin rubl, 90 so'm 90 tiyin euro, 0.87 ekan. Bu yerda dag'ich. Qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, Kesbi bankka keldi. Kesbi bankda da 87 so'm 30 tiyin dollar, 90 so'm 90 tiyin euro. Ha bu yerda da 0.87 ekan bu yerda. Bu sal qimmatroq ekan. Hurmatli tuğanlar, kompaniya bankka keldi. Kompaniya bankda da shunday ekan. Bu yerda euro 90 so'm ekan. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. 87 so'm 30 tiyin dollar. Ben daha tartib qo'y. Silov qo'ying. Qanday? Kompaniya bankka keldingizmi? Yaxshi. Ko'tarilib qolibdi. Ko'tarilib qoldi. Shu yerga kelib almashtiraringizlar. Yaxshi. Doimo elning xizmatida. Hurmatli tuğanlar, shunday No'qat qarshi kanali doimo sizlar xizmatingizda. Kelib pul almashtiruvchi almashtirsangizlar, jana raschalardan qo'torular bo'lsa, shu yerga kelib qo'toringizlar. Kompaniya bank yaxshi. Elning xizmatida. Doimo sizlarning xizmatingizda No'qat qarshi kanali. Hamon bo'lsa tinch bo'linglar. Baringizlarga No'qat shahridan jonli salom aytmoqchimiz. Kompaniya bankka kelib almashib ketsangiz bo'ladi.